Assalomu alaykum, tabassumi go'zal, samimiy opa-singillarim, bormisiz, omonmisiz? Bugun 35 yoshli opamizni yuzlariga nabor yig'ib beramiz. Yuzlarda mayda ajinlar ko'p ekan, yuzlarni tiniqlashtirmoqchi rangini hamda ajinlarni yozib berishga ishlovchi kosmetikalar zakaz qilgan. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim boshladik. Albatta, yuzimizda qanchalik namlik yaxshi bo'lsa, yuzimiz qurimaydi, ya'ni ajinlarimiz ko'paymaydi. Asosiysi har doimgidek yuzimizni tozalovchi mahsulotdan boshlaymiz. Yuzimizni yumshoq tozalaydigan mahsulotimiz bu penkamiz. Tarkibida nima deydi, bu jajongnamu Koreyani daraxti tarkibi qismiga kiritilgan yumshoq tozalovchi, ya'ni tarkibida soya ekstrakti bor. Asosiysi o'simliklardan olingan terni chuqur tozalovchi, quritmasdan namlikni yetkazib beruvchi, yuzingizda tirnash xususiyati, achishish xususiyatini bilintirmaydigan yuz tozalovchi penka hisoblanadi. Hajmi kattagina, narxi 140 ming so'm. Xo'p, keyin yuzlarda xiralashgan ekan. Yuzlari ko'pincha SPF krem ishlatmasdan yurganligi uchun yuzlari xiralashib ketgan ekan. Charchaganingizga o'xshab. Shuning uchun tiniqlashtirmoqchi bo'ldi. Ya'ni dog'lar yo'q, faqat tiniqlashtirib yaxshi tursin yuzim, yaltirab tursin SPF krem tonalka tagidan ham chiroyli bo'lib tursin dedi. Shu sababli terini yorqinlashtiruvchi hamda chuqur namlantiruvchi mahsulotdan qo'shdik. Centelladan bu tarkibi sof Centella yuzni yorqinlashtiradi, to'qarib ketgan sepkilalaringiz bo'lsa ochartirib beradi, dog'laringizni tiniqlashtirib beradi. Toner Savritka. Yuzingizdagi notekisliklar, g'idir-bidir narsalar chiqsa ham, bu tinchlantirib beradi yuzingizni. Ya'ni sezgir bo'lsa ham tinchlantirish xususiyatiga ega tarkibida Centellasi bor. Yana yuzingizda himoya qavatini tiklab beradigan pantenoli bor. Yuzni chuqur namlantirishga ishlab beradigan ko'plab mahsulotlari bor tarkibida. Gyaluron kislotasi, meva ekstraktlari bor. Bunda qani niasinamid ham bor ekan. Pantenol yuzni tiniqlashtirishga ishlab beradi. Glikolik kislota yuzni chuqur namlantirib, mahsulotlarni teriga yaxshi singishga yordam beradigan tarkibiy qismlari bor. Savritka ham shu. Yuzlarda mayda ajinlari bo'lganligi uchun filler kremdan qo'shdik. Yuzingizga bu ketma-ketlikda ishlatib turib, buni oxirida ishlatasiz. Mana bu ikkita mahsulot yuzingizga chuqur namlikni yetkazib beradi-da. Bu suyuq mahsulotlar, toner savritkalar teringizni ichki qismigacha kirib beradi. Bu krem asosan yuzingizning tashqi qismida qoladi. Ya'ni toner savritkadan keyin davomiy qismi hisoblanadi. Asosiysi mana shu toner savritkalarni albatta qo'shing uhudiy kosmetikalaringizga. Terini ichidan namlik hosil bo'lib, shu yuzingizdagi dog'mi, xiralikmi ana shularni chiqarib tashlaydi tashqariga. Keyin yuzimiz qancha nam bo'lsa, ajin tushishi kamayadi, yuzimizning elastikligi oshadi. Ya'ni osilish belgilari, osilish holatlari kuzatilmaydi. Opamizning yuzlarida asosan mayda ajinlar bor ekan, keyin quruq ekan, sezgir ekan. Mahsulotimiz tinchlantirib beradi, himoya qavatini tiklab beradi, yaxshi namlantirib, yuzdagi xiraliklarni ochartirib beradi. Kremimiz mayda ajinlarni yozib beradi. Ko'z atrofida mayda ajinlar, ajinlar yo'q ekan, shuning uchun ko'z krem qo'shmadik. Asosiysi yuzlarda ko'p ekan ajinlari. Keyin SPF kremimiz raundlarni tanladi o'zlari. Keyin hozirda mashhur bo'layotib turgan xurum kollagenimiz, bu tarkibi past molekulyarli baliq kollageni bo'lib, teriga yaxshi singib beradi. Buni ichgan opa-singillarimiz ko'pchilik aytdi, yuzimda bu tarkibida vitamin C ham bor, yuzim tiniqlashdi. Mana bu nima deydi, yorqin bo'lib, sveji bo'lib ko'rinyapti yuzim deyishdi. Buni har kuni ertalab nonushtadan 30-40 minut avval ichasiz. Ichida 60 ta bo'ladi. Ya'ni bu 2 oylik. Kilokaloriyasini ko'ryapsizmi? Juda ham yaxshi. Bitta
Sutega 2 gram chiqadi. Har kuni ertalab qaynatib sovitilgan dog' suvga aralashtirib iste'mol qilasiz. Buni 1 oyligi ham bor. Bu kattasi 2 oylik bo'lganligi uchun narxi 260 ming so'm. 1 oyligini ham sotamiz. 140 ming so'm 1 oyligi. Albatta kollagenni kamida 2 yoki 3 oy iste'mol qilish kerak. Shu sababli 2 oyligini olganingiz yaxshi. O'sha mahsulotimiz aytib o'tganimdek 500 ming so'mdan oshiq bo'lsa, bizda dostavka xizmatimiz tekin viloyatlarga. Bizga bog'lanish uchun videomiz tagida Telegram gruppamiz yoki kommentlarga o'tsangiz, shu yerda Telegram gruppamizning linkini qoldiraman. Ko'pchilik qayerdan yozaman deydi. Ko'k yozuvda link chiqib turadi, ko'k bo'lib. Ana shuni bitta bossangiz linkda Koreya savdo markazi bo'lib linkimiz chiqib turadi. Boshi TME deb boshlangan, TME Koreya savdo markazi. Linkga o'xshab turadi. Shu yerda bosasiz, Telegram gruppamizga bog'lanadi. Shu yerda obuna bo'lishni bosib olasiz. Bizga obuna bo'ling, like bosib, podpishka qilayotganlarga kattakon rahmat. Allohim ishlaringiz barakasini bersin. Hammamizga xayrli ishlar qilishga Allohim undasin. O'zingizni ehtiyot qiling. Allohga omonat. Har doim kulib, tabassum bilan yuring. Inson kayfiyati qanchalik yaxshi bo'lsa, qarish jarayoni sekinlashadi. Asabiylashish boshqalar odamni qaritib borar ekan. Xuddi yosh katta odamdek gapirishimni qaranglar. Endi 30 ga kirdim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.